Tizzalarda tirs-tirs yoki qars-qurs ovozlar chiqadi. Buni davolashda bilmayapsiz. Sizga oddiy kunjut yog'i yordam beradi do'stlarim. Albatta, hattoki qabziyat, ich qotadiganlar, soch to'kiladiganlargacha, uyqusi buzilgan, miyasi shovqin bor insonlargacha aynan muddao hisoblanadi. Tarkibdagi magniy va rux moddasi tufayli insonning miyasini shunaqangi dam oldiradiki, uyqu holati batamom yaxshilanadi. Eng qizig'i, yomon fikrlar, yomon o'ylar tarqatishda yordam beradi do'stlarim. Yana bir sirli jihati o'rtoqlar, erkagi ayolni gormonini to'g'rilab beradi. Kimikal dorilarda o'rniga do'stlarim. Yana bir kichik sirni o'rgataman do'stlarim. Bu tanadagi suyuqliklarni tiklashda, tizzadagi suyuqliklarni tiklashda muhim rol o'ynar ekan do'stlarim. Faqatgina semizlik darajasi 3-4 darajali insonlarga va buyrakda aksalat toshi bor insonlarga, varikozi bor insonlarga ehtiyot bo'lishlarini tavsiya beramiz do'stlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar, omad tilayman.